aka. Nima? Tashqarida bitta masxara o'z yuribdi. Do'stlar, cho'g'lan yo'q olamiz va mana bu tunda ko'rgan kamera olamiz. Qani qatdi? Tashqarida u. Chiqmay, Jinnimisan? qanaqadir tayog'i bilan uradi hozir. Qanaqasi ko'radi? You speak English? Rat kimsiz? Sochini qarang uni. Boy rasmdagi odammi? Yaqinlashmang. Ne bor? Qo'ying brat. Shoshma, buni hamma ko'rsa, buni olish kerak. Tayoq. Ichkariga kiringlar. Все, dachani ichida. Dachanchilik aniq yo'q. Kim eshik yopmadi? Aman nima qilay? Darvozdan kirib keldi o'zi. Men qilganim yo'q narsa. Bilan do'stlar, mana maqsudi deb. Nima taqlat o'tibdi bilan. Ha, nima siz? Bilan qo'rqaman, kim bo'lishi? Kimsan? Qo'rqaman. Bilan nima dedi? Sog'laman otdi. Yo'q, kimlar? Kim bu? En qizim narga eshik ochib qo'yish yo'q bo'lsa. Yo, nima qildingiz? Qasam soladi. Ya'ni ketdi qayoqqa? Qayoqqa ketdi? Ani kutilmaganda kelib qolish yomonda. Voy, bilet, eshik ochib ketib qoldi, fol bo'ldi. Bilet, ani kulib yuribdi. Dachada aylanib yuribdi. Yordam beringlar. Iltimos. Sardor o'zgartdi, eshitdingizmi? Hamchi Sardorni olib kelgan. Yuring, to'xtang, yuring. Shoshma. Birinchi o'rinda hamma eshiklarni yopib qo'yish kerak. Qanaqasiga bu eshik ochib qo'yish mumkin? Maqsud, sandim hammasi. To'xtang, hozir Sardorga yordam berishimiz kerak bizda. Iltimos. Bilet, Sardor o'zini eshitibdi, to'g'ri. Va keyin biz Sardorni ovozi kelayotgan tomonga qarab bordik va shoshmantga kelgan antivantrdan qaraylik. Men bitta. Hamma ko'raman uni. Do'stlar, yo'q, qarang. Sardor o'shaganmi? Da, bu yuzma Sardor sho'ganimcha. Sardor? Sardor, so'tamsan? Sardor yo'q, ko'rdinglarmi? Nimani ko'rib o'tiruvdimi o'sha? Yo'q, lekin Sardor o'zi keldi. Sardor yo'q-ku yo'da. Bir o'zi o'tiribdi-yu. Ovozini o'xshatgan bo'lsa-chi? Yo'q, qanaqasiga uni o'xshatgan bo'lishi mumkin? Yo, birinchidan, ikkinchidan bizga o'z buni ovozi eshitmaydi. Yo, u o'xshatgan bo'lishi mumkin-ku. Aniq shu klonmi? Shoshmay saytga kiraylik просто. Yoki balki qanaqadir boshqa klondir. O't sochi qo'lida tayoq. Shoshmay qarang, klonning rasmi. Mana biz olgan kadrlar. To'g'ri, mana shu klon. Hop, bu qatdan. Menimcha, Darknet saytidagi odamlar bu yoqqa shu odam kelishini plan qilib bizga predlagать qildi. Ularning o'zi qanaqadir ssenariysi bor. O'sha ssenariy bo'yicha ketyapti. Biz просто ishtirokchiga harakat qildik. Xuddi kvestga o'xshaydi. Da, ular hal qilib bo'lgan hamma narsa. Voy, lekin bunaqa bo'lish vobshe qo'rqinch. Birinchidan qarang. Hop, mayli, hop, shunaqa deb hisoblasak ham. Bu nimaga qasos solmanda otdi? Nimadan qasos solmoqchi? Shoshma, bilet. Nimadir o'ylash kerak. Bilet, men boydan beri qitir qotdi. Просто chiqaylik-da. Nimadir qotdi. Zritellik kontakt ushlash kerak edi, maqsad nimaligini bilish kerak. Yo'q, bu gapirmayapti ham-da, u faqat qasos solmanda otdi. Voy, yerda nimadir chiqdi. Kim qo'ydi uni? Что, улimi bu? Yo, bilmayman, shoshmang. Odam bu menimcha. Nimadir bor. Menimcha bu. To'xting. Qochinglar. To'xting. Ay! Nima qilyapsan? Do'stlar, bu qanaqa klon yana? Voy, men qarashini qara. Qani? Voy, bilet. Yo'q. Yo, stop, qo'rq. Bu nima? Demoqchimi? Bu bunaqa o'liklar bilan nima qo'rqityapti bizni, ha? To'xtang, prank qilyapti menimcha bizga bu. Oynalar yopaylik. Hamma narsa Ko'rmasin bizani. bilet, men yopilmas ekan vobshe. Voy, bilan yopilmas ekan u. Ha, o'yinlar yopilmas ekan. Qani u qayerda? Shoshma, brat, nima qilyapsiz? Sizlarga chemadon so'rab beraylik. Ya, chamadon, ya, chamadon. Qanaqa chamadon? Sardor qayerda? Sardor.
Bo'l. Bilat, qo'rqib ketdi. Bilat! Bo'ldi, qiling, bilat, qo'rqmayman. Вообще гиперактивный. Hop, siz nima qildingiz? Rosa sochingizni oldim. Ha, sochimni oldim. Nimaga berdingiz, bilat? Sochingizni. Nima bo'ldi? Maqsud bu yoqqa. Qani? Balkondan pastga tushib ketdi u. Nima? Sakradimi? Ha, sakradi. Bilat. Tepada sakradi hovliga. Aniq tepadami? Yo'q, Ket tepa chiqamiz. O'rtoqlar tepa ham qop-qorong'i bilet. Qani? Mashinadan sakradimi? Mana men bitta sakradi pastga. Yo'q, qanaqa sakraydi? Mana pastga sakradi u. Voy. Endi men o'ylashim bo'yicha do'stlar, bu klon qayerga berkim olgan. Bu aytgancha xuddi tushmaydi. Do'stlar, albatta mana shu videoga like bosinglar. Chunki bunaqa mashhurdagi video men ham olmaganman. 99 ming like dan keyin men bu videoni davomini olaman. O'rtoqlar, sizlarga 99 like yig'ish, hamma klon qidiraman. Prikинь, гиперактивный. Sakrashini ko'rding, odamga o'xshab. Lekin men zinadan qochayotganman, oyog'imdan tortdi. Bo'tda yo'q. Bo'tda ham yo'q. To'xtay. Qattandir ovoz eshityapti. Mamit eshittirdi. Shu ovoz mashina eshitiryapti. Qattan. Ana, pastda. Ittim, ana pastga sakrab ketdi. Yo'q, qilyapti. Qotdi. Yo, do'stlar, bu nimadir chizyapti pastda. Jinnimi bu? Bilar, gamitdagi eng qiziqsiz sochlar ketadi. Shoshmanglar. O'rtoqlar, xuddi tushuntsam, men xuddi shu payt ichkarida ham qanaqadir klon bor deb o'ylayman. Chunki bu odam ichkaridan ovozlashtiryapti. Sizlarga sinatniki menga eshitiryapti. Shuni bo'lmayapti men borligini. Вообще bu klon qatdan keldi? Va nimaga qarshi solman dotdi? Chemadanda bermaymizdik, bo'lmasa ko'rsam deb sochini olib ketib qoldi. Nima deganim? Do'stlar, bu nisham yo'qotdi endi. Nima bu? Men qo'rqaman, real. Yo'q, qo'rqasiz siz sochingiz bo'lgandan keyin. Men nima qilsam? Birodar, qo'ying lekin. Yaxshi ish qilyapsiz. Nimadir yo'qotdi, nimadir yo'qotdi. Sham bo'lmaydi. Gamidagi sizni ko'rsatdi. Ya. Men qo'rqaman o'sha. Yarim kechasi men bu yerda qanaqadir ritual o'qitibdi klon. Yo'q, men bilan bo'layotgan yoqmayapti bu, real. Yo'q, menga o'qitdimi? Yo'q, menga ko'proq yoqmayapti-da. Do'stlar, bu normal narsa emas. Qarang, nimadir yo'qyapti rostdan. Gamidagi sochingiz yo'qordi. Yulduz chizib oldim. Yo'q qoldi. Hey! Bilan qo'yinglar bolalar. Hey, bu normal narsa emas, bu. Nechasida bunaqa qilishyapti? Sizni sochingiz yo'qordi. Блядь, boshim og'riyapti. Omon aka. Nima? Gambitda mazasi bo'lmayapti. Real. Qarang mana. Блядь, boshim og'riyapti. Hazillashmay aldayapsan. Meni kameradan chiqishmi? Yo'q, real. Maqsad, men yo'lini kelish oldinglarmi? Yo'q, brat, sochidan qattiq yul bordi-da, shunga boshi og'riyapti. Sochdan yulsa boshi og'rimaydi-ku. Seryoznimi? Gamidagi seryoznimi? Da, ham yurgan joyi og'riydi, bilan ko'zim. Turing. Shoshmanglar, do'stlar, nimadir bo'lyapti Gamidagi. Normalmi hammasi? Ko'zim og'riyapti. Ko'zingiz nimaga og'riydi? Boshim ham og'riyapti. Nima? Ko'zim o'tirib ketayotgandek bo'lyapti. Shoshma, sanab ko'ring. Gamidagi, hammasi normal emasmi? Men mashina o'taman. Gamidagi? Men buni qarang. Ey, ko'zingizga nima qildi? Nima qilgan? Do'stlar, bu вообще normal narsa emas. Ichimda kimdir bordi, jigar. Aka, qo'ying. Men qo'rqaman, klon qani вообще-то. Klon Gambit sehrlab oldi boya yulduz bilan. Sochini yoqdi-yu, ko'rdingizmi? Bu hazil emas bu. Agar Gambit hazillashmayotgan bo'lsa, men to'g'risi Gambit hazillashadi deb o'yladim boshdan. Chunki ko'zi ishiganda linza kiyib oldi. U o'z-o'zi oqarib ketmaydi-ku yuz bilan. Klonga aylangan bo'lsa-chi Gambit ham. Chindan ham bunaqa bo'lishi mumkin emas. Hammasiga klon hozir javob berish kerak bunga. To'xtingchi, ovozi pastdan keladi, balkondan qaraylik. Mana. Nima holatda bu? Ey, sen nima qilding? Nima qilding, ey? Nima? Bu xuddi rus odamda o'zbekcha qiynalib gapiryapti bu. Nimaga kerak senga chamadon, ey? Voy, nima qilding, ey? Voy, bilet nasot, bilet kir, sherikir. Chamadon bilet. Nima bor shunchalik chamadonda? Shoshma, pastga tushaylik. Do'stlar, men to'g'risi o'tirib qoldim. Men umum kutmagandim. Chunki hozir bizda eng qo'rqmas bitta odam yo'qolib qoldi. Gambit ketdi hozir bizdan. Men menga kamera qo'yib qo'ying, mabodo kelib qolsa. Do'stlar, to'g'risi ham bunaqa bo'lishi umum kutmagandim. Meni chamadonda baqirib yuribdi klon. Chemadonni qaytarib bersak, keyin Gambit. Ey, yo'q, chamadonni bering ham biling. Hozir Gambit agar shunaqa yotaveradi, brat. Uni qolgan narsa berish kerak emas. U qattiqsa chamadonni balkim Gambit tuzatmas, pulsi shuni qoldiradi. Qattiq bilasan. Endi qarang buni o'ynashini eshikka.
Bilsan nima qilish kerak? Gaplashish kerak, ishonsan? Bu ham odam-ku. Bu jinni bo'lsa ham odam-ku. Brat, nima holasiz? Eshikni ochingchi. Qoch. Birinchi o'rinda iltimos, o'zingiz bosing. Nima qilganingiz nima qildingiz shunga? Qo'yib yuboring bolani. O'zingiz joyiga soling. Chamadon tashlaringni ustiga. Birinchidan, bu chamadon bizni topib oldi. Bu bizniki. Ikkinchidan, salik shunday gapishlar, do'stlar gapishlar. Mana asab uzilib ketdi. Men urgim keldi do'stlar. Unga kerak emas. Kimga kerak bo'lmasa? Unga kerak chamadon. Bu kim bo'lmasa? O'zi sanani topadi. Kim topadi bu? Bu qizlar yo'q, pulni zo'rdi. Bilet. Men vashi shoshim burchak taqib qoldim. Oy, odamdek gapir, ey. Bilet tushmayman, chamadon bilet. O'g'ri gapni to'g'ri. Nimani o'zing topasan? Bu jinnimi bu? Men asam uzilib ketdi. Urib nima qilib qo'ysa bo'lmaydi-ku? Hozir uni urganimizdan keyin qanaqa qilib Gambitni qaytaramiz? Unaqa qo'rqinchli bo'lib qoldi ko'zlari. Gambit nima qotdi o'zi? Hamma xonada kamera bor. Qo'rqinchli qildi. Bu do'stli bu vashi jinni qitashotdi odam. Gambit momla qamas edi. Yoki Gambitdan bularga qo'shildi. Ya'ni mashal kvestga o'xshagan joy qo'rqitdi. Yoki bular rostdan nimadir qotdi. Men qo'rqib ketaman, bilet. Qayt Gambitdan xabar olaylik-chi. Ba'ni endi bo'lmasam do'stlar, biz Gambitdan xabar olamiz, chunki bilmayman Gambitga nima bo'lyapti, bilet. Bizani o'zimizni so'yib bo'ldi. Dajaga kelganda bunaqa emas edi. Men Sovetda ham yo'q, hech harakat qilib ko'rmaymiz, biz, ha? Rozimiz shu qorong'iga. Xullas Gambit masjidda. Prekin boshi bilan shuna quradi eshikka. Mana. Shunaqangi darajada jinni qilib qo'yadimi odamni? Gambit! Brat, ketdik, shoshma. Hammasiga ham klon. O kimdan nima bo'lishi mumkin? И вообще-то, Darknet klonlar qatdan paydo bo'lyapti bular. Buni qatdan bilyapti bu. Qanaqasiga ministr bularga tegmaydi. Mana past yur, olgan. Chamadonni baribir olaman. Nimadir deyapti u. Qanaqadir joyda o'qiyotganda. Siz ham sochingiz yurolmadimi? Bile qo'rqib ketaman. Chamadonni baribir olaman. Ket. Ichkariga kiring. Bu bor-ku, birinchidan umuman ishoninglar mana bundan oldin klon sezgan bo'lsangiz, umuman yoniga borolmagandim. Ya'ni qo'rqqandim. Bundan oldiga boraman. Birinchidan, men klonni qo'rqmayman. Ikkinchidan, o'sha buncha qo'rquvchi klon emas. Ya'ni bu xuddi oddiy qanaqadir jinni odam klonni makiyajini qo'yib turib bizdan qo'rqitmoqchi bo'lib yurganda. Lekin Gambit bilan qilgan ishdan keyin buni hazil uchun bo'lmaydimi umuman? Birinchi o'rinda shoshma, birinchi o'rinda do'stlar. Shuncha harakat qilamiz. Hoziroq videoga like bosib qo'ying. Chunki ayni mana shu video 99 ming like yegandan keyin biz bu videoni davomini olamiz. Ko'rasizlar naqadar emosional bo'ldi. Xuddi kvestdagi, xuddi kinodagidek bo'ldi. Va buni hamma kontent aynan sizlar uchun. Bu yo'lga yoz keldik. Kanikul, maktab yo'q, mazza qilaylik va albatta Omonxon 3000 harakatga obuna ham bo'laylik. Va bilasan endi biz nima qilamiz? Odamlar juda ham ko'p so'radi va o'zimga ham qiziq. Mana shu barcha klonlar qiziqotgan chamadon ichida nima borligini ochamiz. Ya'ni chamadonni hozir bor ochamiz. Keting. Let's go. Mana do'stlar chamadon va buni mana ichida nima bor? Qarab qochadi, qarab qochsa bo'ladimi? Bor pichoq olib kel, tezroq. Ammo tosh bilan ursamchi. Bilet yo'q, ochilmaydi. O'rtoqlar, nima jinniliklar bo'lyapti? Bilet ochilmayapti. Nima, pichoq olib keling? Ber. Ochil, ket. Все. Do'stlar, bu goblin o'yinchoqi bu. Shoshma, mana bu daftarga qara. Qara, ichini olgan. Do'stlar, buni ichida nimadir yuribdi. Va shoshma. Bu o'yinchoq-ku mayli, qanaqadir qonli o'yinchoq, lekin mana bu daftar nima? Stop. Balkim bu ular uchun qanaqadir muhim bir daftar, balki ular shu daftar uchun ko'rsatadi, shuncha o'zini qiynab. Yana qara. Xuddi mana shu narsani boy ko'chaga tizgandi. Xuddi mana shu sehr Gambitga o'tgandi. Demak, bu yerda nimadir bor, ha? Da. Shoshma. Shoshma. Birinchidan, mana bu o'yinchoq bizga kerak emas. Chamadon yop. Bizga kerakli mana bu daftar. Bular. Mana chiqalam tashqarida bo'lsa kerak. Tashqarida o'zi eshitdi. Hamma ochamiz. Bunun ichida nima bo'lishi mumkin? Ichida ish bor yo'q-ku, shoshma. Ish bor yo'q. Bu hech bor yozilmagan daftar uchun shuncha harakat qilmaydi-ku bu. Bu yerda nimadir bor, ishoninglar. Nima to'xtang. Buni qarang. Hozir shoshma, hozir boy yo'q edi-ku. Vot. Shoshma.
O'lim daftari pastda yozgan ekan. Yo'qolgan bolalar kundaligi. Bilasan bu nima degani? Demak, barcha klovlar bular yo'qolgan bolalar. Stop. Qara, Darknetda ular natijasi deganda biz 16 ta odam, 12 ta odam degandik-ku, biz ularni 16 ta, 12 ta odam o'ldirgan deb o'ylardik. Balkim qayerdan bilasan? Ular mana shu 16 ta, 12 ta odamni balkim klon qilgandir, o'ziga o'xshagan manqurt qilib. To'xting, davomini ochingchi. Davomida ish bo'l yo'q. Eng qizi bu yozuq qayerdan paydo bo'ldi? Shoshma. Stop, bor ekan. Shoshma. Qanaqa bu? Bu qanaqa daftar bu? Demak, mana shu daftar uchun bular shuncha harakat qildimi shunda? Xo'p, shoshma o'qiylik mana qara. La'natlangan bashorat kitobi oxirgi ogohlantirish. Qo'llanma. Bu kitobdagi har bir yangi ko'rsatma yana bir dahshatli ish sodir bo'lgandan so'ng ko'rinadi. Stop. Demak, bu xuddi aniq kinodagidek. Yana bitta shunaqa do'jis kino bor. Unda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni shunaqa daftar bo'ladi-da. Har bitta qo'rqinch ish bo'lgandan keyin bundan oldingi xuddi mana shunaqa yosh bolalar unga tipa shu qo'rqinch vaziyatda qanaqa chiqish haqida yordam bergan bo'ladi. O'sha yozilmalar ko'rinadi. Bu degani dahshatli sodir bo'lgandan keyin bu kitob bizga ko'rsatma, ya'ni yordam berish kerak. Haqqisi rost. Bilar. Stop. Mana bitta yangi yozuv bor. Qara. O'qingchi buni ham. Qara. Sehrni qochirish, istalgan sehrni u yasalgan narsani yo'qotish bilan yo'q qilish mumkin. Shoshmang. Nima tushunding? Men tushundim. U boya yulduz chizdi-yu, Gambitni sehrlab qo'yish uchun. Mamlaqa yulduz chizdi. Da. Hop. Bu yerda aytilyaptiki, tepa yulduzni biz yo'q qilishimiz kerak. O'sha sehrda yo'q qilinsa, la'nat yo'qoladi. Men ishonmayman bunaqa. San o'tirchi neyman shu? Bekordan boyaga kobra yana o'sha yerga chiqib ketmadi. Bildi bizani yana. Kobra kim? Boyaga klonning ismi. Bular kobramidi? Qara, hop, mayli. Agarda saytga narsa bor deb hisoblasak, shunda biz prosta u boyga qurgan tuzib buzorsak bo'ldimi? Shu darajada oddiymi saningcha? Bunaqa oddiy bo'lish mumkin emas-ku. U uni atrofida yuribdi-da. Bilet, lekin mana Gambit, mana hozir mana qotgan ishni qara. Bu hamal Gambitni bu darajada prям yomon holda ko'rishdan ko'ra Maqsud tushunganini sinab ko'ramiz. Va do'stlar, to'g'risini aytsam, men hozir Maqsudga ham ishonmayman. Chunki Maqsud ham o'zini g'alati tutdi, Gambitga o'xshaganda. Ya'ni nima desam, to'g'ri tashotdi-da, savollarni ko'rmayapman. Shuning uchun men uncha ishonmayman. Shuning uchun ham hozir mana bu kitobni Maqsuddan almashtirib qo'ymoqchiman. Maqsud ham sotib berishi mumkin, to'g'rimi? Va do'stlar, men bu kitobni bankga qo'yib qo'yaman. O'ylashim uchun bu hech kim qaramaydi. Varini hozir Maqsudga ham hech bo'lib bo'lmayotgan o'zim tutaman. Va do'stlar, biz hozir suv oldik. Varini mana shu suvni olib boramiz-da. Prosta ko'ramiz. Mana. Sepgan tuz. Voy, mana. Do'stlar, anetdan nimadir turibdi, lekin bizga tashlanish uchun ham qara, tuz olgan. Do'stlar, nima qilib turibdi? U prosta uzoqda qarab turibdi bizga. Bo'ldi, qolmadi, to'g'rimi? Bo'ldi, qolmadi. Qarang, u nimadir deyapti. Nima? Demak, chamadonni ochibsizlar. Nima? Gapiga tushunmayman. Nima? Yaqinlashma, bilet, yaqinlashma. Chamadonni ochibsizlar. Demak, chamadonni ochibsizlar deyapti. Nega bet? Hop, nima bo'ladi chamadonni olsa? Qara, yana ketib qoladi. To'xtagana, qara ketib qolsin, qara. Do'stlar, bu ezord bu nima? Biling. Qarang, brat. Odamga o'xshab gaplashing. Tushuntirsangiz biz ham tushunamiz. Nima bor edi chamadonchida? Nima u? Oching. Bos, yiqildi. Bu jinnimi? Bu nima qildi? Yo'q, qayting hozir yana tortib ketadi. Qoch. Oyog'ingizda. Yo'q. Nimaga? Kim? U keladi, endi ortga o'ylaydi. Qayerga ketdi bu? Men tushunmayman. Shoshmang, bu yoqqa keling. Biling. Shoshma. U aytgan gaplarni hamma eshitdi. U o'zi sirani topadi. U shu ortga yo'liq. Bilasan, boydan beri u deb ikkinchi marta gapirishi. Unda kerak chamadon. Keladi. Menimcha bilasanmi? U deb gapirayotganini ismini aytishganda qo'rqayotgan odammi? Endi balkim odam bo'lsa, mashinani boshlig'i. Chosam 100 mashinani boshlig'i. Shoshma, o'tgan to'xting. Shoshma, Gambitga nima bo'ldi? Jim tur, kam. Gambit yotibdi. Da. Yo'q, qimirlamayapti ham. Biling, o'lib qo'ygan bo'lsa-chi? Bizni noto'g'ri ish qilib qo'ygan bo'lsa-chi? Balkim u qo'ygan ritual prosta o'zgartirish kerak bo'lgandir. Biz uni buzib tashladik. Eng qisqasi klon nimadir qilib yuribdi. Gambit ham shu yotib qo'ygan. Hozir quyosh chiqishini kutib o'tiramizmi yashin shu? Biling, mana qara. Ehtimoq qashni osga otdi. Yo'qmi? Stop. Chimadan.
Bo'ldi, mana chemodanni olding. Shu chimadan olding, ket, bo'l, bor. Ket. Gambit Bor, ket. qaytar, Sardorni ham qaytar bizga. Bilet, men qo'rqitmoqchi bo'ldim. Sen nima qilayotganingni? Tushunmayapsan, nima qilyapsan? Voy. Voy, telefonim. Do'stlar. Hop, ay. Bilet. Sen tushunmayapsan, nima qilayotganingni? Tushunmayapsan? Qoch. Maxsus qoch. Yaqinlashma. Hey! Shoshma. Menda savollar bor. Tushunmayapsan, nima qilayotganingni? Tushunmayapsan? Do'stlar qiynalgan. Ay, bilet, do'stlar qiynalgan. Topdi beni. Yo'q, buni qilishma. Oyog'im turtdi. Yo'q, oyog'im og'riyapti, bilet. Ay, qoch, tegma menga, bilet. Tegma menga, bilet. Tegma. Ay, bilet. Hey, maxsus ay, kim yaptı? Kimsan, hey? Naqimi urma ekan, ha? O'rtoqlar omon ekanini quvlab ketdi. Men masjidga bekinib turaman, omon ikki kungacha. Ay, bilet. O'rtoqlar, pastdan ovoz kelyapti. Ay, bilet, mana buni qo'yinglar. Ay, o'rtoqlar orqalari ushlanib ketdi, bilet. O'rtoqlar omon ekanini menimcha bastinga tashlab yubormoqchi. Nima xohlaysan? Nima xohlaysan? Nima? Yo'q. Do'stlar, nimadir bo'pti. Yig'layapti. Stop. Men qochib ket. Shoshma. Bu nimaga yig'layapti? Kim? Hey! Kimdan qasd olmoqsan? Muncha qasd olaman desam bilet. Kelganim men faqat qasd olaman. Nimadan qasd olasan? Biz senga nima qildik? Seni yaxshi ko'rganing bor. Kimnidir yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'rasanmi? Onamni. Otamni. Tinchgina sirkda ishlardik. Sirkda ishlarding? Sirkda. Yo'q, borishdi sirkda. Sirkni yo'q borishdi? Xo'p, sen shu odam o'ldirasanmi? Ularni ham yo'q borishdi. Sizlar hammang. Do'stlar, Mani oilamni ajratgan odamlarni oilasi bo'lish kerakmi? Yo'q. Bo'lmaydi. do'stlar, umuman hech nima tushunmayman. Nima bo'pti? Tushuntir. Sizlar qotilsizlar. Yana quturib maqsad kir. Kir ichkariga, bilet, kir. Oyog'ingga qaramaysan. Tur. Bo'ldi, kelmayman. Qanaqa nima? Stop. Hey, bilet, tur. Kelmayapti bo'lmaga. Ketaveray. Hey, mana qara. Quturib ketdi. Hey, bilet, tur. Ketdi, bilet. Uxlab qolma, bilmayman. Nima bo'ldi o'zi? Hazırlaşasın mı? Ben bile qarang. O'zim- Hazırlaşasın mı? Yo'q, men tursam uxlab o'tgan ekanman. Qanaqa uxlab qolganimni bilmayman. Qara shovqin suron keyin pastga tushdim men nima qotdi. Do'stlar, ashi tushmayman, do'stlar nima o'tgan? Do'stlar, ashi tushmayman nima o'tgan? To'rs. Ha bitta ko'ngilni qaraylik, ol. Nima? Mahkamaga bergan yordam. Shu edi. Nimaga yordam beraman? Bilet, bu Qanaqa chinmi? yordam oyog'imni sindirib. Nimalar bor? Nima qildinglar? Nima hamma yog'ing changyapsan? Men tushunmayman. Birinchidan, Gambit aka bilan bo'lgan narsa, qattan bile o'zi turpayda bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Qatdan keldingiz? Rost uyg'onman, so'raman, hammasi yaxshi. Turib chiqaman desam, baqir chaqiribdi. Tushsam mashaqat. Siz ishonavering, siz bizdan qattiq qo'rqitdingiz, videoda ko'rasiz. Ishoning, men sizni aldamayman. To'g'risi, videoda ko'rasiz. Sochingiz olib ketani sizni jinni qilib qo'ydi. Eng qizig'i, anu bo'lib turib ota-onamni o'ldirishgan, shuning uchun men hamma o'ldiraman deb uni ham вообще. Ko'nglim ham shu jinnilik qildi. Mana qarang, o'larmanlikka olishdi. Nima bo'ldi? Turinglar, soat 10 bo'ldi, tur. Ish boshlanib ketdi. Hamma uchun hazil. Men anu bilan yuguray. Men anu bilan urishib yoki men ursam bilan. Sizlar qarab turinglar. Sizlarga hazil. Qani xo'p, klon qani? Stop, klon kitob olib ketmadimi? Ha? Qanaqa kitob? Siz hali shu darajada bilmaysiz cholani. Hali endi sizga Svet yondi. Da. Svet yondi degani klon ketdi degan, to'g'rimi? Da. Stop. Siz o'zini tashqariga chiqing, tashqariga qidiring, klon keltimi yo'qmi? Daydi, boring. Nima balo bu ishinglar, nimalar bo'lyapti? Taqir-tuqir bo'lyaptimi, ha? Все. Oy bra. Daftar joyda. Bu degani demak klon daftar olmasdan ketdi. Bo'lmasa nimaga ketdi? Nima bo'ldi? Gapirib ber. Siz hushingizdan ketib qoldingiz-da. O'qib turib Seni o'ldiraman.
Lek qo'rqitib o'rmay unaqa. Qani klon? Yo'q, chiqibdi. O'zi topib kelardi-yu. Hacha bizni ko'rmaganimizda. Do'stlar klon ijodiyu. Mana просто dasham olganman mana shunda. Sardor nima bu? Sardor yo'q hali ham. Shu boshidan beri Sardor yordam so'radi, shundan keyin yo'q. Ha, rostdan ham Sardor ovoz qayerdan keldi? Men aytaman-ku, boyagi gap, u ovozini o'xshatgan prosta. Mana shu qo'lingdagi kitob? Ha, aytgancha sen bu kitobni ham bilmaysiz. Keyin tushuntiraman. Chemodanning ichidan mana shu kitob chiqdi ekan menga. Sizdami men bu yulduzni chizgani? Bilganlar biladi bizniki. Bu daftar nomi o'lim daftari ekan. Va bu yerda yo'qolgan bolalar kundaligi. Ya'ni bilasizmi nima o'ylayapman? Men o'ylashim bo'yicha bu barcha klonlar yo'qolgan odamlar. Ya'ni saytda ham esingizda bo'lsa, natija deganda 3 ta odam, 6 ta odam, 7 ta odam yozilganda. Esingizda bu 7 ta odamni bular o'ldirmagan. Bular yig'ib, miyasini chertib manqurt qilib klon qilgan. Shosimi, ya'ni shuni orqali juda ham ko'p qotil klonlar paydo bo'ldi. Siz ham shunaqa klon qilmoqchi edi o'zi. Biz sizni qutqarib qoldik. No, buni bilmayman. Lekin qarang. Undan keyin men aytdim mana, ishonmaysiz mana qarang, men bu yerda yozilgan mana. Bu kitobda har bir yangi ko'rsatma yana bir dahshatli ish sodir bo'lgandan so'nggina ko'rinadi topdi. Ya'ni siz bilan dahshatli sodir bo'lgandan keyin bizga yordam berdi bu kitob. Ishonsin? Yo. Boyagi biratu. Bu yo'q edi. Qarang, men ismi ham turibdi. Shoshma. Menimcha bu mana shu masxarasi haqida ma'lumot. Xo'p, o'qiymiz. Kobra. Da boyagini ismi va boyagini yuzi. Bu klon bilan muammo qilmang, chunki uning qasosi yolg'iz bo'lmaydi. Butun klonlar jamiyati sizga qarshi chiqadi. Muammo qilmadinglarmi qilib? U chemodonni so'radi, biz chemodonni bermadik. Ichidagi narsa qani dedi, kitob dedi. Bile, do'stlar, menimcha bu boya tipi kitobni ochma, kitob ochgandan keyin qayta olmaysan deb hazillashmadi, ha? Qanisi? Bu yo'q boshqa. Men sizlar shu bilan mana shu darkil klon temasini tugatamizmi? Davom ettiringlar, jigar. Qiziq bo'ladi. Siz uxularingiz qanaqa qiziq bo'ladi? Men bu yerda o'lib ketdim, oyoqlar yuribman biladi. Xo'p, qarang, mana. Obunachilar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, hozir pastga tushinglar va darketdan 4-qism chiqsin deb yozinglar, agar sizlarga qiziq bo'lsa. Chunki hali bu daftar nimaga qodir va bu klonlar, hali bu bittagina klon keldi bizga hali. Tasavvur qilib 4-5 sinov bo'ladi. Xullas, mana shu videoni davom etishni qolsa bo'lsa, like bosinglar. O'zi 9000 ta like va obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa videoni o'tkazmasligim kerak. Va agar sizlarga rostdan shu videoning davomi qiziq bo'lsa, mana shu klonni udot ismini aytmayapti. Balki mana shu daftar bizga hali bora o'shani sirlarni ham ochar. Ya'ni barcha sirlarni ochgan holda qotil klonlarni oxirigacha bormoqchimiz. Agar sizlarga mana shunaqa tipi как фантастический serial formatidagi rubrika qiziq bo'lsa, hozir like bosing, 99000 like va bu videoni to'rtinchi chiqadi. No, albatta sizlar mana shunaqa uzun bir serial ko'rmoqchi bo'lsanglar va o'zbek YouTube'dagi yagona horror tarixga ega serial ko'rmoqchi bo'lsanglar, просто like bosinglar va bizdan qo'llab-quvvatlaylar. 99 like va video davom chiqadi. Va shu bilan sayt yondi, klon ketdi, biz esa salgina o'zimizga olishimiz kerak. Keyingi videoda ko'rishguncha chao. Agar